ko'pchilik tanigan, ko'pchilik bilgan o'lmas Kashay Lifan model, Xitoy versiya originali. Bu 200 kubali motor, vibra val bor. O'sha motor qimirlamasdan mana shu burchagini aytay, mana qaranglar. Motor hozir o't oldirgan vaqtda ham vibratsiyasi 0. Bitta gazni ham berib qo'yamiz. Oh. Elektron tablo. Ko'rib turganlaringizdek, tezligi 130-140 gacha, 15 litr bak sig'imi, 4 litr xarajat. Balonlar razmeri 18 dyum, sepli. Mana yurishi sep bilan. Orqa o'rindiq uchun alohida noshka, asosiy водитель uchun alohida, oldi jitkis tormozli, orqa ham jitkis tormozli. Kimda kerak bo'lsa manzil Qarshi-Quruq, Samarqandda, mana sherigini bitta oldingi postda reklama qildik. Ko'rib turganlaringizdek, воздушный охлаждение yo'q bunda. Nima deydi? Vadivnoy. Mana bunda bor, radiator bor. Buni ko'pchilik blogerlar yoki reklamchilar buni o'lmas Kashay deb nom qo'ygan. Bu o'lmas, haqiqatan ham ishlab yuraveradi.